7. bob Yanğının xatarga uchrashi. Wang Yingning varqirgan ovozi bilan tangla murdining bir jup qo'li allaqachon uning dilidan bo'g'ib o'ldirgan edi. Murdining pichoqdek o'tkir tirnoqlari Wang Yingning bo'yinlariga begizdek sanjilishga boshladi. Murdining tirnoqlari sanjilishi bilan tang Wang Yingning bo'yinlari o't ko'ygandek sezim bo'lib, chidag'usiz echishdi. Og'ir qichidimigan Wang Ying qattiq chirqirashga boshladi. Yanğı ahvolning xatarlik ekanligini ko'rib, o'rnidan chachrab qopqanicha barliq kuchini yig'ib murdini qattiq tepdi. Murda bo'lsa tayoq zarbasidan Wang Yingdan ajrab karvatning yeniga yiqildi. Murda odatdagi ahvol ostida bunchalik tayoq zarbasiga tavrab qo'ymaydi. Lekin hozir u jon jahli bilan Wang Ying bilan tirkishayotgan bo'g'ashqa Yanğının bir tepigi uningga xeyli obdan ta'sir qilgan edi. Wang Yingning ahvolining xatarlik ekanligini ko'rgan Yanğı darhol ilqi xoltisini oqtirib, xoltidan bir bo'loqni chiqarib Wang Yingga berdi. Hay, tez bo'la. Mal avliyo gurichini yar ig'izingga surtib ol. Bo'lmasa birdamdan keyin bovangning qishig'i berib qolasan. U shundoq degunicha eshik tarafdagi qilishga qarab yugurdi. Bu vaqtda ilqi murda allaqachon o'rnidan turib bo'lgan edi. O atrofni qoyitlardan purab, Yanğının nafsini sezib qoldi-da, Yanğı tarafga qarab etildi. Bu vaqtda Yanğı mu qilishni ilib o'lgirgan edi. O etilib kelgan murdini qilish bilan qattiq chepivdi, qilish xuddi tumirga tekkandek qattiq ovoz chiqarib, Yanğının qo'lini silkivatdi. Murdimu qattiq chirqirganicha yiroqqa uchib tushdi. Agar bu qilish odatdagi qilish bo'lgan bo'lsa, Yanğının murdiga urgan zarbasida allaqachon ikki parcha bo'lgan bo'ladi. Yanğı texchi karvatda engrab yotgan Wang Yingga qarab varqirdi. O o'lgur ablah. Texchi tug'utli xotindek engrab yotsan-ku, ha? Tez kelib menga yordam qil. Unchalik yaralanganga o'lib qoladingmi? Wang Ying Yanğının so'zlaridan xijil bo'lib qoldimi qandaq qizarganicha karvatdan qopib so'rdi. Emis qandaq qilman. Qandaq qilatding? Tez ov bo'loqni yeshib, qari eshak to'yig'ini tayyorla. Bu ablaqni Yamarajaning qishig'i yo'lga sap qo'ymasak bo'lmaydigan o'xshaydi. Bu chaqda ilqi murdimi o'rnidan turib, Wang Ying tarafga kelishga boshladi. Qilich garchi murdini hech qanday yaralandiranmagan bo'lsa-mu, uningga xeyli qattiq tekkan chig'i yakchashmi ko'zi bilan Yanğının qo'lidagi qilichga ayminib qaraydi. Baya murda qattiq urilgan qilich Yanğının qo'lini bak silkivatgachga qo'llari degandek qo'lashmay qilichni toza yaxshi tutamayotdi. Bu vaqtda Wang Ying mu ilqi bo'loqni yeshib, qari eshak to'yig'ini ilib Yanğıga berdi. Yanğı qari eshak to'yig'ini ilib Wang Yingga qarab dedi. Amdi, tez yiroqroq tur. Bu murda hozir intayin g'o'jirlashib ketibdi. Qarag'anda so'rin talat murdaga qon ichirayotgan o'xshaydi. Bundaq ahvolda qari eshak to'yig'ini uningga ta'sir qilishi noto'g'ri. Bu qitim murda seni emas, meni o'ldirgili kelgan o'xshaydi. Nerdir? Nima? Bu nima deganing? Boya murda bilan elishayotgan vaqtda qarasam karvat ostiga qo'yilgan ko'ni kashim yo'q. Bu uyda mendan boshqa odam turmaydigan tursa, kashimning o'zligidan yo'qolib ketishi mumkinmi, ha? O balki ishkimizning munosabatini bilib qolgan bo'lishi mumkin. Tez qochib ket. Yanğının gapi texi tugamasdilla, ilqi qonxo'r murda Yanğıga qarab etilib kelgunicha Yanğının bo'ynini qattiq tishladi. Yanğının qari eshak to'yig'ini murdaga tanglagan qo'llari havoda pulanglab qoldi. Yana bir qo'lidagi qilishmi yiroqqa uchib tushdi. Yanğı Wang Yingga qarab echinishlik varqiradi. Tez qaç Wang Ying! Tez berib ilqi do'stimni top! Endi umidimiz faqat shuningda! Tez qaç! Wang Ying ko'z oldida yuz bergan ishlarga ishonmayli qoldi. U Yanğının so'rin talatning qo'lida jon berishiga ishonmaydi. O Yanğının qosh deginiga parvomi qilmasdan Yanğının qishig'iga yugurib berib, yerdagi qilishning oldida murdaga qattiq urdi. Urilgan qilish zarbasidan murda Yanğını qo'yib berib, Wang Ying tarafga burildi. Bu vaqtda murdadan bo'shalgan Yanğı oxirgi kuchini yig'ib, uning kaynidan quchoqlaganicha Wang Yingga qarab varqiradi.
Tez bo'l. O yerdagi qora eshak to'yg'ini ilib. Uning og'ziga tiqib tez bo'l. Wang Ling yugurib berib, qora eshak to'yg'ini qo'liga oldi-yu, Zhang Hening qip-qizil qini bilan bo'yalgan murdining eg'iziga qarab, uni tiqishga jur'at qilolmadi. Yo'q, kechirgan men qilolmug'dakman. Vuddet ablah, ket desem ketmaysan. Endilikte kelib bana yardımlaş desem qarab tursan o. Tez bol, küçüm yetmey vatılı davatıma. Navada o meni tişlivazçı. Mahu ablahның dötlігіне. Söyüp koyduğun çoğun apanға oğuştu qağametin, ha? İhtiyat qısan elbette tişlivamaydı. Tez bol, ihtiyat qılıp gel. Ma'qul. Wang Ling g'ayratga kelib, Yang Hening qo'lida tipirlayotgan murdining og'ziga qora eshak to'yig'ini tiqdi. To'yiqsiz murda qattiq chirqirab, o'zini tutib turgan Wang Lingni yiroqqa uchirib atganicha badani kuldak to'zishga boshladi va eng oxirida uning quruq ustixonili qoldi. Tez bol, uning ustixonlarini darhol kuydirib at. Esingda bo'lsin. Hergiz uning kulini purabsanma, ha? Tez bol. Wang Ling ma'qul bo'lib beshini langshitganicha murdining ustixonlarini yig'ib, uni sulyaga o'rab sirtqa ochiqib ketib, 5 minutlar o'tgandan keyin kirdi. Bu vaqtda Yang He yara eg'iziga avliyo go'richini surtib o'tadi. U Wang Lingning kirganini ko'rib varqirdi. Hey, tez tayyorlik qil. Yo'lga chiqmasak bo'lmaydi. Nega boramiz? Muddet ablahni. Hey, murda tishlivog'ini ko'madam, ha? Bu avliyo gurchi faqat seningdek tashqi jarohatlarni davolayoladi. Endi meninkiga kelsak, u faqatla zaharning tarqab ketishini vaqtincha to'sib tura oladi o'sha. Darhol yilqi do'stimning qishig'iga bormasak bo'lmaydi. Uning doğrusini bu shaharda faqat shuningdala topqili bo'ladi. Tez bo'l.